Assalamu alaykum Uyghur televiziyasining aziz ko'ruvchilar. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz Gollandiyada yashayotgan Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Ubulqosim Abdulaziz afandim bilan suhbat olib bormoqchi. Ubulqosim afandim, qanımız xush keldingiz. Hoş bulduk. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Sizce Xitoylar nima uchun dinga bu qadar qarshi turdi? Xitoylar nima uchun dinimizga bu kadar karşı durdu desek, bu Xitoyninki umumatan sistemasi Xitoylar kommunizmni asos qilgan bir davlat bo'lganligi uchun Xitoy davlati. Kommunizmninki asosli qatlam shu dinga qarshi dinsizlikni tashabbus qilgan sistem bo'lganligi uchun dinga qarshi deymiz. Undan keyin vatanimiz Sharq Turkiston xalqi musulmon bir xalq bo'lganligi uchun Xitoyninki dinimizni yo'q qilish orqali biz xalqni Uyg'ur millatini o'z millatidan yiroqlashtirish, Xitoyga yaqinlashtirish uchun asosli bo'lgan e'tiqodimizni ojizlashtirish, bu orqali o'zga taxmin yaqinlashtirishninki birdan bir yo'li bo'lganligi uchun buni tutyapti. Undan keyin Xitoy zodi umuman diktator davlat. Diktator degan zodi o'ziga yoqmagan, o'ziga o'xshamaganni uningga shu qarshi turdi. Bu bizningki musulmon bo'lishimiz bilan bularga her zaman farqliq, boshqacha bo'lganligimiz uchun dinga uning uchun o'chmanlik qiladi. Zodi Xitoyninki umuman qaraydigan bo'lsak, dindan uzoq bir millat Xitoy millati umuman davlatni qo'yib turaylik, hatto millat desakmi, dindan uzoq bo'lgan. Yani hozir dunyoda asosliq tunilgan islom dini, xristian dini, Yahudi dini deb bu halkı yakın zamandaki dünyada asas katlamını egallagan bu dinler var. Ama Xitoyda bu din, bu İslam dini olsun veya ki Hristiyan dini olsun veya ki Yahudi dini olsun, bu dinler özleşmegen, takalmagan bo'lganligi uchun bular tüpten tigidin bu dinga karşı bularninki dinga qarshi bo'lish shu yerdan kelib chiqadiki, abay degandek sistemasi ularninki yani bizim millatni tugutish, undan keyin o'ziga o'xshamaganlarni hammani uni tibdan yildizdan quritish, bu asos bo'lganligi uchun uning uchun bu dinga qarshi. İnqilobimizning dinimizdagi o'rni nima? İnqilobimizning dinimizdagi o'rni, bizning inqilobimiz dinimizga asoslangan vaqtida bu ibodat deb ataymiz, ibodat deymiz buni. Chunki bizning vatanimiz Sharq Turkiston Xitoyning qo'liga o'tgan kundan tortib bizning bu zaminimizni qutuldirish, bu zaminimizda Xitoyning changalidan yulib elish bizga nisbatan farz ayn, xuddi islom dinimizdagi 5 farzga o'xshash Xitoyning qo'lidan, changalidan vatanimiz Sharq Turkistonni qutuldirib elish, bu bir ibodat, farz ayn hisoblanadi. Yani undan sırt vatanimiz Sharq Turkistonda yashayotganlar musulmon xalq bo'lganligi uchun musulmonlarni bu kafir kommunistlarni qutuldirish bu farz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis shundoq degan, kimki o'zininki meli uchun o'lib ketsa shahid bo'ladi. Kimki o'zining obro'yini qo'llash uchun o'lib ketsa shahid bo'ladi. O'zining nafsini qo'llash uchun o'lib ketsa shahid bo'ladi degan. Demak, bizning vatanimiz hozir obro'yimiz dafsanda qilindi. Zeminimiz tatvilinde, Müslümanlar kırgınçılıkla uçurdu. Yani insaniyet yüzüde kürenlegen bir dehşetli zulüm buluvatkan bu vatanda
bu vatanning davosini qilish, bu millatning davosini qilish. Sizce biz Uyg'urlar uchun eng muhim narsa nima? Biz Uyg'urlar uchun eng muhim bo'lgani bizning vatanimiz Sharq Turkistonni Xitoyning changalidan qutuldirib ilish, vatanimizni mustaqil qilish bu eng muhim ish bu. Ama shuning uchun vatanimiz Sharq Turkistonni Xitoyning qo'lidan tortib ilish uchun qo'limizdan kelgan har bir Sharq Turkistonlik bulaşıktığımız bilen her bir insanın, her bir teşkilatının, her bir şahsınınki qo'lidan kelgan bütün kelgan ishni hammani qilib vatanimizni Xitoyning qo'lidan ilish, qutuldirish bu eng muhim narsa. Hani bunun uchun bular meningki bu shaxsiy o'zimning fikrim, chet elda yashayotgan Yevropada olsun, Amerikada olsun, bütün dünyada sersem bo'lib yashayotgan Sharq Turkistonliklar vatanimizni Xitoyning qo'lidan yulib elish uchun bunun kerak bo'lgan hamma ishni qilishimiz kerak. Uning eng asoslisi o'rtaq nuqtamizni ko'proq izlanib, o'rtaq bir gavda yaratib, o'rtaq bir jamoatchilik yaratib, o'rtaq bir kuch hozirligi, kuchimizni o'rtaq bir yerga kelgandan keyin biz vatanimiz Sharq Turkistonniki mustaqilligi uchun hattoki chet eldagi davlatlar uchunmi o'zimizniki kuchimizning borligini, vatanimizni mustaqil qilolgudek bir kuchning borligini ko'rsatgandan keyin bu favqulodda buningki mustaqilligimizga erishish uchun cho'ng bir ahamiyatga ega bo'ladi deb qarayman. Bu nihoyatda muhim. Xitoy raisi Xi Jinping Afrikadagi ziyoratini oxirlashtirib, Beyjingga qaytmay Udul Sharq Turkistonning Urumchi shahriga tushgan. Bu nimadan derak berdi? Xi Jinping jallatning vatanimiz Sharq Turkistonga Uduldan berishi bizningki vatanimizdagi qirg'inchilikninki, irqiy qirg'inchilikninki davomlashayotganligi. Buningki mush 2016-2017 yildan tortib vatanimiz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib berilishi Xi Jinpingning bir vosita buyrug'i bilan Xi Jinpingninki buyruq ostida olib kelinayotgan bir irqiy qirg'inchilik. Buningki yani 5-6 yildan keyin yana vatanimizga berishning o'zi shu qirg'inchilikninki nihoyatda muvaffaqiyatli bo'lganligi, bu qirg'inchilikninki yana mush shaklda davomlashishi kerakligini isbotlash uchun berildi. Chunki oxirgi vaqtlarda qaraydigan bo'lsak, Xitoyning ikki yuzlimligi texim o'rtaga chiqadi. Shu Xitoyningki Xi Jinpingning vatanimizga bog'liqligi. Qanday deganda, oxirgi vaqtlarda ba'zan bizningki Uyg'urlarning ichida bo'lsin yoki xalqaro siyosat sahnasida bo'lsin, Xitoyningki biroz yemishi bo'shashganligi, siyosatninki sal yemishganligi degandek bir safsataning o'rtaga chiqayotganligini hammamiz ko'ryapmiz. Masalan, ba'zan ahmoq Uyg'urlarninki vatanga berishi degandek, ba'zanlarninki vatan bilan bo'lgan aloqaninki biroz ichilganligidan bu Xitoyninki yilisi ekanligi taxmi o'rtaga chiqadi. Masalan, undan so'ng Dünya İslam Hamkorligi Tashkilotininki taxmi shu 8-oyninki başlarda vatanimizga bog'liqligi. Bir tarafdan Xitoy o'zining bir xil irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun, islom davlatlariga yemishtirish uchun, Uyg'urlarning ichidagi chet eldagi da'voninki bo'shashib ketish uchun, ojizlashishi uchun ba'zan ahmoq Uyg'urlarni vatanga olib kelish orqali da'voni ojizlashtirish va chet eldagi bularni irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan Amerika boshchiligidagi va Yevropadagi ba'zan davlatlar va shaxslar, siyosiy organlarninki Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligiga qarta biroz bo'shashni keltirib chiqarsa, yana bir tarafdan Xitoyning u yerga borganligi bu irqiy qirg'inchilikninki davomlashganligi, bu siyosatninki yana mush shaklda davomlashganlikning bir isboti. Chunki
Xi Jinping Xitoyninki vatanimizga borgandan keyin shu yerdagi so'zlagan so'zlari buni nihoyatda uchuq dalillaydi, uchuq isbotlaydi. Masalan, Uyg'urlarni ichkariga texnik ko'p yo'tkash kerakligi, Xitoylarni vatanimizga texnik ko'plab chiqish kerakligi, dinni xitoylashtirish kerakligi, undan boshqa texmo shu Xitoyning bu chegara rayonida bizning vatanimiz Sharq Turkistonda nihoyat qattiq qo'lliq bilan terrorizmni qarshi turish kerakligi degandek bu safsatlarga qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki irqiy qirg'inchiligining texmo oldimizda bir tarafdan yumshoqlikni ko'rsatganlik qilgan bilan yana bir tarafdan ig'ir olib borganligini isbotlaydi deb qarayman. Söhbetimizni mush yerda oxirlashtirayli. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Obul Qosim apandimga rahmat aytaman. Ko'rinmanlarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat.